Assalomu alaykum aka-ukalar, Vodiy Xo'rozlar obunachilari. Hammalaringiz sog' salomatmisizlar aka-ukalar? Yangi kanalim qulflanib qo'ygani sababli yangi kanalimga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Mashinaga qo'yyapmiz xo'rozlarni. Yomonlarini xullas kalom. Endi biz ham sutimga ahamiyat bermaysizlar. Ustachilikda shunaqa boshlardi yuramiz. Aka-ukalar xo'rozni zo'ri qiziqqanlar yana to'nlar, parlar, o'ta chiroqligidan joningiz sog' bo'lsin. O'ta go'zal narsa. Buni baraka qildik. Bu baraka qiladi, endi lafsiz odamlar ham ko'p. Mayli ularga hech narsa bas. Bozor kunga va'da beradi. Mana bugun seshanbami bugun? Seshanba hali kelgani yo'q. Telefon qilsak olmayapti. Endi sotishga qaror qildik. Qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Polvon 1,5 million so'm. Mart jo'jasi, xudo xolasa 5 kilodan indamay o'ynaydi, joningiz sog' bo'lsin. Mana qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Hozir ham 4 kilodan baland. Ha, polvon. Mana aka-ukalar, qo'ratoyimiz parlarga bir ahamiyat berib qo'yasizlar. O'ta go'zalidan deganlarni. Mayda jo'jalari, xudo xolasa 4,5 kiloda urishadi bunisi. Ulardan 5 ta bor. Hammasini bitta alohida qilib sizlarga video qilib beraman. Bunisi galaboshi. Kuzili. Endi hali bular hali o'rgangan yo'q, xo'roz bo'lib o'rgangan yo'q. Go'dak. Endi xudo xolasa tuluvlari, xo'roz patlari chiqishni boshlabdi. Mana bir oyda xudo xolasa xo'roz bo'lib qoladi, joningiz sog' bo'lsin. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. $100 kami bor. Bemalol so'rab savdosini qilib olasizlar. Sayrab xo'roz olib kelib qoldi polvonga. Mana aka-ukalar 5 talik yana bittasi, ikkinchisi. Achchig'ini qaranglar, joningiz sog' bo'lsin, achchig'i. Bular achchig'i yomonidan. Xo'rasa, o'ta ham muzqoq narsalar, oyoqni yig'ishtirib turishga bir baho beraylik aka-ukalar. Oyoqlarini ko'rsatardim, YouTube qulflab qo'yyapti. Oyoqlari ham bir o'zgacha chiqib olgan bu polvonni. Bu ham 4,5 kiloda urishadi, bemalol xudo xolasa. 4,5 kiloda bemalol urishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Mana aka-ukalar, voy joningiz sog' bo'lsin. Bular achchig'ini qaranglar. Bular esa urushqoq narsani bolalarlik uchun xudo xolasa o'ta ham urushqoq chiqqan bular. Katta davrada katta pullardan yutib yuradigan narsalar, xudo xolasa aka-ukalar, qiziqqanlar bo'lsa 5 ham bir xilda qop-qora, xatopati yo'q, xudo xolasa. Telefon qilib aloqaga chiqsalaringiz, YouTube ham tashlab beramiz. Ko'rib, yoqtirganlarni tanlab olasizlar. Mana ikkinchisi. Bular hammasi urushqoq. Ularda ham oyoqlarini ko'rsalaringiz, xudo xolasa. Qiziqqanlar bo'lsa oyoqni tashlab bering, sizlarning Telegram kanaliga kirib, Telegram kanalidan tashlab beraman oyoqlarni alohida qilib. Ha, joningiz sog' bo'linglar, mana. Ularni narxini hozir uchinchisini olib chiqib aytaman alohida. Mana aka-ukalar. Ko'rinchisi bo'ldi bu. Ko'rinchi jo'jamiz. Bunisicha bo'ydoroq, xudo xolasa bunisi 4 kilo 700 larda urishadi. Mana qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Bunisi ham xatopati yo'q, xudo xolasa. Jo'jalar o'ta go'zalidan. Aka-ukalar, ayb shujicha yosh kichkinaroqligi xolos. Mayda jo'jalari, mayda ham oxirida chiqqan. Urishga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda chiqadigan jo'jalar mana shular bo'ladi. Xudo xolasa, joningiz sog' bo'lsin. Sayrab qoptimi aka-ukalar? Xudo xolasa 10 kun qaror bo'ladigan bo'lsa, sayrab xo'roz bo'lib ketadi, joningiz sog' bo'lsin. Bunisicha o'lcharoq. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana aka-ukalar, 3-polvon, 5-polvonchamiz adashmay ketyapti. Bunisicha kichkintoyroq, xudo xolasa 4 kilo, 400 kilo, 300 urishadigan. Bitta ingichkaroq, lekin boshqa jo'jalarga qaraganda endi o'zinikini maqtaydigan hamma. Ancha-muncha jo'jadan yo'g'on bo'ladi, xudo xolasa. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Narxini boshida aytdim. $100 5 ham kami bor. Agar 5 olaman desalarni ham kelishaveramiz. 5 olaman deganlarga mana bonusni boramiz. 5 millionga beraman 5 olaman deganlarga aka-ukalar. Pastda nomer qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqib bemalol kelishib, talash tortishib olaverasizlar. Lekin aka-ukalar jicha lafsizlikni yo'qotaylik iloji bo'lsa. Endi sizlarda ham ayb bo'lmasligi mumkin.
Lekin vaziyat mahnaqa deb qo'ysalarimiz ham tushunamiz. Yo'qolib qolish degan narsalar bu erkakchilikka to'g'ri kelmaydi. Mana ukalar cho'jani zo'rlari. Xudo xolasa kanalimizda aytganda bitta gap, telefon qilsalaring yana bor, kattaroqlari bor. Xudo xolasa ularni ham alohida bir video qilib tashlab beriladi. Joningiz sog' bo'ling. Polvon.